Siz ruhan yoki tanangiz qiynalyapti. Siz hayot sinovlarida, hayot musobaqalarida yutqazyapsiz. Siz nima qilishni bilmayapsiz. Joningiz qiynalyapti yoki ruhiy tarafdan chiday olmayapsiz. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda o'zingizga ishonchni kamaytirmasligingiz kerak. Osmon uzilib yerga tushsa ham, hamma narsangizdan ayrilsangiz ham moddiy tarafdan, ham jismonan, ya'ni kasallikdan qiynalayotgan bo'lsangiz, hamma sizni tashlab ketsa ham, yolg'iz qolgan bo'lsangiz ham, ruhiy tarafdan shunchalik depressiyada bo'lsangiz ham, o'zingizga 1% ham ishonch hattoki xayolingizda bo'lmasin. Hattoki xayolingizda ishonch yo'qolmasin. Men yutaman, men sog'lomman, meni qo'limdan keladi. Shunaqa fikrlang.